Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, Vithouse obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Ko'p vaqtlar bo'ldi. YouTube'a video qo'ymadik. Like, kommentariya kam bo'lib turibdi. Like bosmay turibsizlar, og'alar, shuning uchun kam qo'yib turibmiz. Lekin bizning kuzatadigan podpischilarimiz bor ekan. Hammasini ishlarini barakasini bersin. Rahmat kuzatganlaringiz uchun, like bilan oyamay turganlaringiz uchun hammangizni ishlaringizga omad, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xudo xolasa, podpischilarimiz uchun yangilik qo'yatimiz. Shuning uchun og'ayni o'g'an donish bilishlarga uzatib berasizlar shu videoni. Xullas, bugun mayning 10'i, mayning 10'dan shu mayning oxirigacha, ya'ni shu 20 kun davomida diagnostikani besplatni etib qo'ydik. Ya'ni mashinalaringizni bemalol kelib diagnostika ettirib ketsanglar bo'ladi. Kamiz kumusini, kasalini ko'rib ketsanglar bo'ladi. Pul to'lamaysizlar hech qanday, o'zi avval one pul edi. Endi shuni pulsiz qo'ydik. Obunachilarimiz uchun, podpischilarimiz uchun. Shuning uchun bizlarga podpiski bosib, donish bilishlarga tashakkur qo'yinglar. Shunday podpischilarimizga xudo xolasa bundan keyin zo'r aksiyalarni ishlatib turamiz. 20 kun davomida mashinalaringizni kasallarini aniqlab qo'ysanglar bo'ladi. Diagnostika ne uchun kerak desanglar, diagnostika masalan mashinaning rasxotini aniqlab beradi. Masalan, metan deydigan bo'lsanglar, benzin o'tirib turgan bo'lsa, benzin ichib turgan bo'lsa, shu narsalarni aniqlaydi. Keyin metanni yurishlarini, kilometrlarini to'g'rilab beradi. Avvalla masalan, kilometr to'g'ri bermasligi mumkin. Mashinalaringiz yaqinda bir brat keldi. Samarqandga borib keldim, 6 zapravka bilan borib keldim deydi-da. 4 zapravka bilan Toshkentga kirib borsa bo'ladi. 6 zapravka bilan kirib borgan Samarqandga. U rasxot kuchli-da. Avvaldan shu yuravergan. Az kilometr 150-170 kilometr yuravergan. O'zi 200 dan ziyod yurib berish kerak 80lik balonda. Xullas, ya'ni shunga o'xshan benzinni, masalan, ekonom, sport rejim hammasini kim nichkaydigan bo'lsa, o'zine yarasha etib zo'r etib tashab beramiz. Diagnostikada masalan injektorlaringiz diqilgani, zaslonkilaringiz diqilgani hamma narsani ko'rsa bo'ladi. Masalan, tormozdan jitkislari kamayganmi, liboy narsani ko'rib, cho'tka etib taxlab beramiz. Xohlasanglar ishlatasizlar bizda, xohlasanglar diagnostika ettirib turib, boshqa yerda ishlatsanglar ham bo'laveradi. Bizlar uni qiziqi yo'q. Prosto podpischilarimiz uchun 20 kun aksiya qo'ydik. Ya'ni diagnostika etib ketish, ko'rib ketish mashinalaringizni ichki ahvoldaligini bilib ketish besplatni 100%, 20 kun davomida do'stlar. Bu faqat Vithouse obunachilari uchun. Yangiliklarimiz ham bo'lib turibdi. Bizning do'konlarimizda chexollarni ko'rsatib. Zo'r chexollarimiz gap turibdi, sifati yaxshi, birebir tushadigan Xitoyniki har xillaridan bor. Baholari 400 ming so'm, 450 ming so'mdan boshlanib 1 million, 1,5 millionacha bor. Keyin endi nabor 10 poliklarimiz ham kelgan. Damazning endi ham lilolim, ham polik etadigan narsalarga ham Damas chag'alarimizga keyin endi gebana. Damas chag'alarimizga keyin endi farlarimiz ham kelgan. Bilet qo'yilgan. Dimzo'r, har xil bo'lib yanadi, sora, yashil, guk bo'lib, oq bo'lib ham tasab beradi. Tuman kisam o'zida bet ishlangan. Xullas, yangiliklarimiz ko'p. Video registratorlarimiz keldi, monitorlarimiz bor, kolonkalarimiz, hamma o'zlarimiz bor do'stlar. Endi xudo xolasa tez video qo'yib turamiz. Etari like bosib turasizlar. Oyamay. Ko'rdingizmi? Bosib beraring hech narsa